Ha, hozirgi ovozdan mening mushni yegandik ovozim. Bugun sizlarga chayizdan intayin yeyishlik ushaq yemaklarni o'tib qo'yay. Bugungi bizning bu chayiz kurusqa ma'nosi cho'qim ketadi jumu. Ondan chay to'rtal chayiz ishlatdim. Avval chayizini sal chaloqladim. Chayizning postimi bek foydali, buni oqlamasak bo'lmaydi. Birdamdagi ma teoliy olama chayizning ichiga sig'maydi. Shuni oqladim. Shuni chalaroq oqladim. Ondan buni ma'latni kesdim. Hisobda ma chayizni to'rtga bo'lib, ondan o'tirisidan yana bir kesib, mana shuncha cho'nliqda bo'ladi. Ondan buning ustiga jangyu, shouchu, tuz qatorliqlar bilan obdan tamlantirib oldim. Ondan keyin muvofiq miqdorda men zirdimni chechib etdim. Juda bek yeyishlik bo'ldi zira. Anam zir bilan obdan ilashtiramiz. Buning uchun sal namrak bo'lish kerak jumu. Birdamdagi ma'nonga ilashtiramiz emas, bu nam bo'lmasa ustiga chaplashmaydi. Mana har birisini mishta dumiltibmish ilashtiramiz. Buning odatda to'q go'shtlari, to'q parchalarini ilashtirib mishta zaliq sanglab bek o'xshaydi jumu. Mana qozonga moy qo'yib shitilib, mayni sal so'yitib, anam mishlarni silib zaliq qilsangiz, shunda tezam pishidi. Ham bek beziyishlik bo'ldi. Abayqadek ovozlarni chiqarib yavolasiz. Agar ochiq amroq bo'lsangiz, abay mulgan talqanning ustiga lozib evasangiz bo'ldi uvoqlaza. Andan fitchat ochiq bo'ladi. Bu odatda hamboxonlarda qiladigan pachoqlarning ustidagi yiliq narsalar shu. Bundan keyin uyingizda mish kol go'shtlarini yoki qo'y go'shtlarini, to'q go'shtlarini mish taqib yesangiz bo'ldi. Shirkat bilan kelishib intayin azan qilib chiqarib berdim seri qarg'uga. Bir xaltasning miqdori xeli ko'p seri qarg'uga isib qo'ydim. Amsa xo'sh.